Bu safargi dam olish kunimizda arqon tortish festivaliga keldik. Bu 300 yillik tarixga ega, yilda bir marta o'tkaziladigan musobaqa ekan. Birinchi suvda juda ham qiziq ekstremal shou bo'ldi. Musobaqaning har xil turlari bor edi. Suvdagisi birinchi o'tkazildi. Bu arqonlarning hammasini odamlar birlashib somondan birgalikda bir necha kun davomida qo'lda to'qishadi deb ma'lumot berishdi. Uni minglab odamlar tortsa ham uzilib ketmas ekan. Koreyaliklar bu o'yin shunchaki o'yin emas, bu shaharga tinchlik va baraka olib keladi deb ishonishgan. Safiya bilan adasi ham musobaqada qatnashib, sovg'alar yutib olishdi. Barabanda chalingan musiqa, milliy kiyimlar va qadimiy muhitda xuddi tarixiy koreys filmiga tushib qolgandek bo'ldik. Festival ishtirokchilari Safiya bilan Mustafoni rosa chiroyli bolalar ekan deb yaxshi ko'rib o'ynatishdi.